Dubayda mehmonxona sohasida 1 yil ishladim va qancha oylik olganimni ochiq raqamlarda bugungi videoda gapirib beraman. Assalomu alaykum, ismim Zilola. Kanalimga yangi qo'shilganlar uchun xush kelibsizlar. Dubayda mehmonxona sohasida ishlayman va bu yerdagi haqiqiy hayotni, qanday qilib ish topish kerakligini videolarimda ko'rsatib boraman. Nega odamlar Yevropa yoki Amerikada ishlash uchun yillab kutadi, pullarini sarflaydi, lekin Dubayda yashash haqida o'ylab ko'rishmaydi. Balki ish topish uchun faqat tanish bilish kerak deb o'ylaydi yoki yashash xavfli deb o'ylaydi. Rostini aytsam, o'zimda ham shunday qo'rquvlar bo'lgan. Hech kimni tanimayman, ingliz tilida yaxshi gaplasha olmayman, tajribam yetarli emas deb ko'p o'ylaganman. Va eng katta qo'rquvim Dubayga moslasha olmasdan uyga qaytib ketish bo'lgan. Lekin hozir mendan so'rasangiz, chet elda yashashni boshlash uchun Dubay eng yaxshi variant deb javob beraman. Va nima uchun 20-22 yoshimda ko'chib kelmaganimdan afsuslanaman. Chunki bir vaqtning o'zida siz katta xalqaro kompaniyada ishlab tajriba orttirishingiz va bir vaqtning o'zida sayohat qilishingiz mumkin, do'stlar, tanishlar orttirishingiz va shu bilan birga daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Keling, endi raqamlarga o'tamiz. Hech qanday tajribasi bo'lmagan birinchi marta Dubayda ishlayotgan xodim misolida ko'rib chiqamiz. Mehmonxona va restoran sohasida oyliklar 3 qismga bo'linadi. Bazaviy oylik, ya'ni kontraktda yozilgan doim beriladigan maosh. Reception, concierge, butler, hostess kabi kasblar uchun 2,5 dirhamdan boshlanadi. Bu mavsumga, mehmonxona bandligiga, mehmonlar soniga bog'liq emas. Keyingisi servis charge, ya'ni bu oylikka qo'shimcha tarzda beriladigan eng kami 500 dirhamdan qish oylarida mavsum vaqtida 1,5 dirhamgacha bo'ladigan qo'shimcha pul miqdori va oxirgisi bonuslar, komissiya va choy pullari. Bu borada aniq pul miqdori yo'q va bu barqaror summa emas, bu o'zingizga bog'liq. Lekin ba'zi kompaniyalarda komissiya, bonus va choy pullari bazaviy oylikdan ham baland bo'ladi. Hammasini qo'shganda taxminan oyiga 4,000-4,500 dirhamga yaqin, tinch mavsumda esa 3,500 dirhamga yaqin oylik daromad topishingiz mumkin. Albatta, yashash joyi, ovqatlanish, transport xarajatlari, viza xarajatlari bundan tashqari. Hech qanday tajribaga ega bo'lmagan xodim uchun bu yaxshi maoshmi, nima deb o'ylaysiz? Va bundan tashqari, Yevropa va Amerika davlatlariga o'xshab Dubayda daromad soliqlari yo'q. Ya'ni butun topgan daromadingiz o'zingizga qoladi. Ikkinchisi esa viza olish jarayonlari oson va buni ko'pincha kompaniya o'z zimmasiga oladi. Ayniqsa siz birinchi marta chet elda yashayotgan bo'lsangiz, hujjatlar uchun bosh qotirmasangiz ham bo'ladi. Tibbiy sug'urta xarajatlari ham kompaniyaning zimmasida bo'ladi. Ya'ni sog'lig'ingiz bilan bog'liq qandaydir muammo bo'lsa, hamma xarajatlarni kompaniya o'zi qoplaydi. Ba'zan agentliklar juda yuqori maoshlarni yozadi yoki nimagadir insonlarda Dubay deganda juda katta oylik maoshlar xayoliga keladi. Ha, rostdan ham yuqori maoshli kasblar ko'p, lekin buning uchun sizdan tajriba, kerakli bilimlar talab qilinadi. Oldingi videolarimda esa qaysi sohalarda tajribasiz tez ish topish mumkinligini va ish izlashdagi xatolarni gapirib o'tganman. Bundan tashqari Telegram kanalimda har kuni ishonchli vakansiyalarni bo'lishib boraman va siz ish beruvchiga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Dubay hayoti haqida yana nimalarni bilishni istaysiz? Buni kommentariyada yozib keting va video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr!